Singlisidan xabaroq Mendigon akalarga yuborib qo'yinglar shu videoni. Namozingni o'qib oldingmi? Kimsan? Ha? Men Allohning farishtasi Azroilman. Azroil? Seni joningni olish mayda amal etilgan. 3 kundan keyin joningni olaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ey Allohim, endi qay bir ishimga ulguraman? Qaysi amalim bilan yoningga boraman? Ya Alloh, senga nima bo'ldi, Xadija? Xadijani ko'rsa bo'lmaydi. Xadijani ko'rishim kerak. Kim? Hozir. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Xadija, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Keling akajon. Voy, akajon, shuncha narsa olibsiz, ovora bo'lib. Kel singlim, sen bilan ozgina gaplashaylik. Xavotirli ko'rinasiz. Yo'q, hammasi yaxshi. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, seni sog'indim. Mana siz savolim akajon. Seni ko'rsam, oyimni ko'rgandek bo'laman. Mana akajon, sizni ko'rganda har doim rahmatli dadamni ko'rgandek bo'laman. Kelib, juda ham yaxshi ish qilasiz akajon. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Ilohim boshimizga sog'-salomat qo'ysin. Taqdir yo'li chigal, taqdir yo'li og'ir. Goh yozda qor yog'ar, goh qishda yomg'ir. Alloh o'zing akamni boshimga sog'-salomat qo'ysin. Bugun 7-kun. Va'da qildim. 3 kunda kelaman degan edi. Nega kelmadi? Nega? Men shu yerda. Ey Alloh farishtasi. 3 kun ichida kelaman degan edingiz. Bugun axir 7-kun. Shu 3 kun ichida qanday amal qilding? Amal. Hech qanday amal qilganim yo'q. Faqat bo'lsa singlimni ko'rdim. Xadijani ko'rdim. Ey odam bolasi, singlingga oqibat qilganing uchun Alloh senga ham oqibat qilib, umringga 40 yil yana umr qo'shib berdi.